Salom YouTube ahli qizlar, o'g'illar. Hammaga salom, sizlar bilan yana Zanderos kanalida ko'rishib turibmiz. Va albatta o'zimning serverim juda kuchli server bolalar, juda yaxshi server bo'ldi. Sizlarga ko'rsataman qani. Bari PvP deb yozasizlar. Juda chiroyli PvP mana. Sizlar ko'rsatadi. Ukam jim turay ukam. Sovqatyapti ukam. Xo'p, короче, qaranglar. Bugun bizga ya'ni nima uchun server reklama qilyapsiz desam, dahshat narsa oldik masalan give deymizdan o'zingizni nikingiz qo'yasizdan sfera masalan bizada sfera masalan sfera legenda nimalar borda корочеsi ko'rib turibsizlar. Men sferalar yaratdim. Mesela Zeus sferası sferalar yarattım ben qaranglar, oxir yaratib o'rgandim. Mana bunaqa sferalar yaratyapman. Bu dahshat sfera qaranglar, ikkita brani o'rin ataka pri ataka qo'shadi. Dahshat narsa mana sfera. Juda ko'p sfera qo'shyapman. Hozir sferalar ancha ko'paydi. Yana bu sferalar Pandora ham yaratdim, qo'lga qaranglar. Bulam qaranglar. 4 ta birini atiga ayiradi va kuchli qaranglar sizlar. Вообще, undan Pandoradan ham zo'ri. Give Nick va sfera. Mayda ben legend, yani bir legend. Sfera legend ko'rasizlarmi? Omatam qo'shadi. Juda zo'r sfera. Okey, mana shular tekinga sovg'alar va donat keysizlar. Biz aytdim. Yana bitta narsa qo'shdik, buni adminlar bilan qo'shdik. Mana ranglar necha so'mligi yozilgan. Okey, mayda ham ranglarni yarmi qolib ketgan, yana yarmi qo'ydim. Okey, bu yerda esa var PvP'dagi eng zo'r o'yin, ya'ni zo'r PvP'chini nikini yozib qo'yamiz. Masalan, aytib qo'yamiz. Nikini yozib qo'yamiz, haykalni qo'yamiz. Okey, nima uchun maqsadda men reklama qilyapman? Serverimizga admin kerak bo'lyapti. Bizlar uchun ko'p kirib o'ynalmayapmiz-da. Pastga kommentariyaga niklaringni yozib ketsalaring men bilardim. Konkurs qilardik. Shunda mazza sizlarga admin bo'lasizlar, o'ylab ko'ringlar. Pastga niklaringni faqat yozinglar, konkurs qilamiz. O'tgan, ya'ni narxi dam olish kunida konkurs o'tkazamiz. O'shanga buni kim qurgan? Tintaga ekan quramiz. O'shanga konkurs qilyapmiz. Shunga pastga, ya'ni uzr izmalanib ketganim uchun izma boboylarga o'xshab pastga kommentariyaga niklaringni, Minecraftdagi niklaringni yozib qoldirsalaring bo'ldi. Faqat shart va kanalga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak. Shart. Bunaqa onlar qo'shdik, ya'ni nima desa bo'ladi? Nima deyapsiz? Boya case bor-ku, mayda paydo qilib PUBG yoziladi-ku. Airdroplar qo'shdik. Men airdrop ko'rsataman. Sumli 2 dadi. Qotdim. Yo'q, nima chek. Paydo ani ko'rasizlarmi? Meteorit drop tushdi. Marotib olamida ko'rasizlarmi? Chatga qaranglar, chatga. Ana shunaqa narsalar yaratdik. Zo'r bo'ldi, dahshat. Birmidi? Ya, uchida. Yo, meteorit drop kim qo'yadi? Birmidi? Da biridi, ultimate drop. Ultimate drop. Mana shunaqa droplar qo'shdik va bu droplar dahshat droplar, ultimate ko'rasizlarmi? Meteorit ultimate meteorit stop. 2 da, PUBG 2 da adashmasam. 2 tushgan. Tushunmam.
ultimate drop tushdi deyapti, lekin jarita tushdi deyapti. Hop, ko'rib turganlaringdek sonlar tugagandan keyin mana shu tugagandan keyin to'ramani ketdi vaqt. Men ochga bitta ochib qo'yish kerak, tamom. Uga bir de ko'rib turibsizlar, dahshat meda poopchiz paydo bo'ladi. Agar men odam tushirsalar, mazza qilasizlar, kayf qilasizlar. Okey, bizga serverga admin kerak, o'nglar emas, admin. Moderlar ham olamiz, medialar ham olamiz. Kitlarga yana bitta o'zgartirish qo'shdik-da. Qani, player kiti bor. Qani, sfera nev, ya'ni yangi playerlar uchun sfera. Qani, yaxshi-da, yaxshi narsa qo'shdik ataylab kit uchun. Player kiti, buni olsam atiga bir hafta kutasizlar, ya'ni o'yinga kirgandan so'ng shu kitni bosasizlar va player kitini olasizlar. Keyin bir haftadan keyin yana olasizlar. Mana shu new player sfera ham yomon emas. Okey, ko'rtasizlar, imperatorga yangi arbalet qo'shildi, imperator arbalet qo'shdik. Ko'rib tursa yana yangiliklar, mana media kitini qo'shdik. Imperator shimlar, lekin qaranglar, imperator emas, media qilishini qaranglar. Shirka ham vapshida. Kanalga obuna bo'linglar, albatta videoga like bosib qo'yinglar. Hamma like shartimiz, kanalga obuna bo'linglar. Agar kim kanalga obuna bo'lgan bo'lsa, tekin imperatorlar beraman. Bizlarda serverimizga kirganini bilish uchun bizga mod emas, nima edi? Nima edi? Balance top. Ko'rasizlar, o'yinchilar aniqlari. Top force desak. Ikkinchi ko'rasizlar. Mana shunday qator. Pixel Zone comeback, Software 1, Minecraft Toto, nima? Neoner kirgan, mana kirgan. Hozir eng ko'p balans XX Ender XX degan 10 ming ekan. Pixel Zone'da 9 milliard. Men qani, men 9 million, 9 million artiga 9 million bor ekan. Aqda nimalar sotyapti? Hech biri yo'q ekan-ku. Mayli. Aqda hech kim auksionlarsiz qo'yman. Okey. Endi bo'lsa bo'ldi, shu donat kitlarga yangilik qo'shdik. Ya'ni mana uni ikkita yangilik, bunda ham mana rank kitlar, rank kitlar, xo'p, bunda yana bitta yangilik, bunda Nizarit blok qo'shildi va hech biri chiqmasligi mumkin, qanday? Bu 100% emas, bu 22% chiqmasligi. Agar hech biri chiqmay qolishi mumkin-da, afsonaviy keysdan qo'shamiz. Okey, serverim shundan iborat edi. Bo'pti, obunachilar deb bolalar YouTube orqali xayr sizlardan Sanderos kanalida.